Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Bo'ribosar va cho'pon itlari jamiyatining a'zolari, Bo'ribosar ishqibozlari, hammanglar xush kelibsizlar. Mana bu yil chempionatimizni ham, test sinovlarini ham tugatib, mana finalga yetib keldik. Taqdirlash marosimi hozir bo'ladi. Chempionlarni keyin yana bitta pitomniklarimizni taqdirlash bo'ladi. Organizatorlar birinchi o'chiribda hozir o'tganlarni yod olamizda. Mana Do'ron rahmatli pitomnik prinsi asoschisi rahmatli Do'ronni juda hissasi ko'p qo'shilgan shu men Bo'ribosarlarimizni dunyoga tanitishda ommaviy axborot vositalari orqali juda hissasi ko'p qo'shilgan. Shuning uchun mana bannerga ham Do'ron rahmatli do'stimizni pitomligining logotiplarini qo'yganmiz. Bu yerda Muzaffar akam jamiyatni tashkil topishida juda katta hissalari bor. Muzaffar akammi? Pitomlik piratda asoschisi. Juda ko'p chempionlarni olib kirganlar. Shularni mana anaqalar organizatorlardan bo'lganligi uchun anaqaga ham qo'ydik, mana afishalarga ham qo'yganmiz. Birinchi hozir navbatda Bohoka mikrofonni bering. Bo'ldi. Qani ilohomin o'rtoqlar, iloh. Yer yuzidan o'tgan payg'ambarlarimiz, avvalambor Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Shu yerdan o'tgan pir ustozlarni, Hakim akamizni, Ergash akamizni, Saydaz akamizni, Hamidilla akamni, Do'ron ukamizni Alloh rahmatiga olib shayistai jannat qilgan bo'lsin. Shunchalik yetib keldik mana chempionatga. Bu yog'i yaxshilik bilan tugab, chiroyli tugashiga Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Hammanglarning e'tiboringiz uchun rahmat. Bu yil chempionatimizni asosiy tashkilotchilardan bittasi o'rtada sudyalik qilib, ham oqsoqolimizni, Bahodir akamlarni taqdirlaymiz. Mana o'rtada boshidan mana chempionat boshlangandan yonimda turib, yelkama-yelka baravar biza bilan birga yurdilar. Mana shu yerda organizatorlik ishlariga boshqa. Keyin bundan tashqari bu akamizni bugun tug'ilgan kunlari tabriklaymiz. Bahodir aka, payg'ambar yoshlari umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling, yaxshi to'ylar qiling, navralarni hammasini keyin bilan rohatini ko'rib yuring, aka. Shuning uchun mana jamiyatimiz nomidan organizatorlarga mana maxsus sovg'alarimiz bor. Ko'krak nishoni mana Bahodir akamlarga Ahmedov Bahodir ko'krak nishoni bilan mana taqdirlanyaptilar jamiyatning nomidan. Bahoka mana ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Mana dokumentlari. Bahoka muborak bo'lsin. Rahmat. Mana bu chempionatimizdan esdalik sovg'a. Bu yilga o'tgan chempionatdan kelgani qani ovoringlar. Maxsus sponsorlarimizning maxsus sovg'alari bor. Bahoka arzimasa ham shu anaqamizni qabul qilib olasiz. Katta rahmat. Bo'ldi, rahmat. Qani bitta chapga chalib qo'yinglar. Muborak bo'lsin. Rahmat. Medal. Ikkinchi tashkilotchilarimizdan bittasi Alisher akam. Ularni ham mana tabriklaymiz. Solihov Alisher. Siz ham ko'krak nishoni bilan taqdirlanasiz. Jamiyat tomonidan taqdim etilgan. Alisher aka. Mana muborak bo'lsin Alisher aka. Bu chempionatdan esdalik hujjatlari. Cho'pon kig'iz endi bularga. Do'ppini ham kig'iz, boshlaridan aniq o'tib ketyapti. Kig'iz. Muborak bo'lsin, bitta chapga chalib qo'yinglar. Muborak bo'lsin. Baxtiyor tur shu yerda. Bu Baxtiyor do'stimiz ham Kel, o'rtaga turib. shu chempionatda yonimda turib, yugur-yugurlarga, hammasiga qarashib, ancha mehnati ketdi. Baxtiyorni ham mana tabriklaymiz. Najimov Baxtiyor. Baxtiyorni ham mana tabriklaymiz ko'krak nishoni bilan bu chempionatdan esdalik. Qani Baxtiyor. Moro bo'lsin. Mana sen ham do'ppisini kiyib ol. Boshingdan o'tib turadi, seni ham boshing kal. Moro bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana shu Bo'ribosar zotini saqlashdi, zot bilan ishlashdi.
rivojlantirishda shu jamiyatni hissasi ko'p qo'shilgan insonlar bordi. Ularni ham taqdirlaymiz. Birinchi bo'lib Muzaffar akam, Inagamov Muzaffar, kelinglar. Kel ukam. Ular ham mana shu Bo'ribosar jamiyatini tashkil topishda juda katta hissalari qo'shilgan. Jamiyatda a'zolari Bo'ribosar jamiyatini keyin pitomlik piratni asoschisi, juda ko'p chempion chiqarganlar ular. Keyin naslli bo'ribosarlarni juda ko'p olib kirganlar. O'sha O'zbekistonda o'sha naslli bo'ribosarlarni zotlarini tarqatishda, o'sha yaxshi chempion zotlarni tarqatishda juda katta hissalari qo'shilgan. Shunga Muzaffar Inagamov Muzaffar akamni ko'krak nishoni bilan jamiyat tomonidan taqdirlaymiz. Mana Muzaffar akamni o'zlari kela olmadilar. Bolalar bor mana. Soat ko'krak nishon. Muzaffar akamni mana taqdirlaymiz. Bu chempionatdan esdalik. Qancha chapechal qo'yinglar. Atakulov Nurali. Kiring. Atakulov Nurali. Bu do'stimiz. Keling Nurali, yaxshimisiz? Turing unda. Bu do'stimiz O'zbekistondagi eng zo'r sudyalardan bittasi. O'z do'stimiz Navoiyni vakili, jamiyatda ofitsialniy Navoiy viloyatini vakili, o'sha Bo'ribosar jamiyatini vakili. Sudyalardan eng zo'r sudyalardan desam ham bo'ladi shu insonni. Sizni ham ko'krak nishoni bilan taqdirlaymiz. Mana shu. Nurali, muborak bo'lsin. Rahmat. Bu yilgi chempionatimizdan esdalik. Rahmat aka. Gramota qilib o'tirmadi, mana bunaqa esdalik chiqardi. Bu yilgi chempionatimizdan esdalik bo'lib qolsin deb muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Yana vakillarimiz bor. Hozir bugun ayrim bir sabablarga ko'ra kelmay qolishgan, ularni borib o'sha topshirayotganda alohida video qilib qo'yib boramiz. Ulug'bek ukamiz ham bugun kela olmabdi. Mahmudjonov Ulug'bek aziz o'g'li. U ham jamiyat tomonidan mana ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Ukasi kelgan o'rniga kel. Bu yoqqa kel, men yonimga kel, bu yoqqa kel. Okeyga yetkazib qo'yasan, mana jamiyat tomonidan ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu chempionatdan esdalik. Yana oqsoqollarimiz bor. Farhod akam o'zlarini maslahatlari bilan, yo'nalishlar bilan tushuntirib, oqsoqolimiz bugun tadbirlari bor ekan, kela olmadilar. Ularni ham ko'krak nishoni bilan taqdirlaymiz. Murodxon akam borlar oqsoqollardan. Ular hozir kasalxonadalar, kela olmadilar. Ularni ham borib kasalxonaga ko'rgani borganda taqdirlaymiz ularni ham. Abdujamil akam borlar, Qoraqalpog'iston Respublikasini vakili. Jamiyatni ochilishida ham ular ham juda ko'p maslahatlar berib, ko'rsatmalar, yo'nalishlar ko'rsatib, maslahatlarini berib, juda ko'p yordamlari tegan. Abdujamil akam, ularni ham ko'krak nishoni bilan taqdirlaymiz. Oybek akam, hamma hozir kela olmagan odamlarni taqdirlaganimizni borib video qilib, uni ham qo'yib boramiz. Ular hammasi esimizdan chiqmagan, hammasini taqdirlaganmiz jamiyat tomonidan. Qani bularga bitta chapya chalib qo'yinglar, shularga bu yil musobaqamizga bizni mana hozir chempionlarni taqdirlashdan oldin, hozir shoshmay turinglar. Mana shu yana bitta nominatsiya kirgizganmiz. Men misol uchun jamiyatning raisi bo'lganim bilan butun respublika bo'yicha hamma viloyatlarga borganman. Va shu Bo'ribosar bilan ishimiz bo'lganidan keyin har bir pitomnikka kirib ko'rganman. Kimda qanaqa kuch bor, pitomnigi qanaqa. O'shaning uchun bu yil O'zbekistonda eng oldi pitomniklardan, birinchi raqamli pitomniklardan taqdirlash. Har yili taqdirlab boramiz mana shu pitomnik. Kimni pitomnigi, mana shu oldi pitomnik, chempionlar ko'p chiqqan pitomnik bo'lsa, shularni taqdirlab boramiz. Bu yil mana pitomlik pirat Muzaffar akam kela olmadilar. Juda ko'p chempionlar chiqqan. Zo'r deb bu yilga 2025-2026-yilda eng ko'rsatkichli birinchi raqamli pitomnigi deb pitomnik piratni tanladi. Menimcha hammanglar bizning fikrimizga qo'shilsanglar kerak, chunki chetdan mehmonlar kelsa ham olib borib ko'rsatib, tomosha qildirib, ozoda, itlar hammasi saramjon, toza turadi, chempionlar ham ko'p chiqqan. O'shaning uchun bu yil shunaqangi kiritdi. Birinchi o'rinni shu nominatsiya bor, pitomnik piratga beramiz. Mana Lokin ushlab tur, medalini ber.
birinchi raqamli pitomnik mana shu kuchugi ham Alisher aka odamga shu Olib kelib berroq. taqib qo'yinglar. Berroq. Birinchi raqamli bo'lgani uchun maxsus mana diplomlarimiz bor. Mana pitomnik nomer 1 pitomnik O'zbekiston. Pitomnik pirat Vladimir Sinagamov Muzaffar. Kam mana Muzaffar akam kela olmadilar. Naqlaslar i kamar. Mana birinchi raqamli pitomnikka maxsus kamar yasatganmiz. Baxtiyor mana muborak bo'lsin. Olib taqib bitta chapga chalib qo'yinglar. Haqiqatdan mana gapimga qo'shilasizlarmi? Mana pirat pitomnik piratni ko'rgansizlar, borgansizlar. Haqiqatdan arziydi, to'g'rimi? Chempionlar ham ko'p chiqqan. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Muzaffar akamga alohida tabrik yetkazib qo'yasizlar. Kela olmadilar, safarda ekanlar. Rahmat sizlarga. Bu yil test sinovlarimizdan o'tib, oxiriga kelib, mana yutib chempion bo'lgan itlarimizni taqdirlaymiz. Test sinovlaridan o'tgan birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinimiz 3 ta o'rin bor bizda. Birinchi o'rindan boshlaymiz. Mana Bo'ron degan itimiz mana bu yil test sinovlarida 74 kiloni tepasi, super og'ir vaznda mutlaq chempion bo'ldi. Olib kelinglar Bo'ronni. Mana shu chapga chalib turinglar. Taqdirlash jarayonlari. O'ta og'ir vaznda Bo'ron degan itimiz egasi Shukurov Nosir xo'ja. Qani ukam? Mana. Medalini taqinglar mana birinchi o'rinni medallar ham mana boshqacha. Mana Bo'ri bosar jamiyatini logotiplari tushirilgan, bo'rini bosib turgan bo'ri bosarni rasmi ham tushirilgan mana. Keyin bu yil maxsus kamarlarimiz bor. Chempion bo'ri bosarlarimizga mana bunaqa maxsus kamarlar yasatganmiz. Diplomini beringlar, mana diplomi, chempionni diplomi muborak bo'lsin. Mana taqib oringlar. Kamarlarini bu yoqda. Qani bitta chapga chalib qo'yinglar shu chempion itimizga. Moro bo'lsin, muborak bo'lsin. Finalist ikkinchi o'rin. Mana Alisher aka taqing medalini mana ikkinchi raqamli gрамотasi, bering anaqa diplomi, mana diplomi aka. Prizi televizor. Muborak bo'lsin. Bitta chapga chalib qo'yinglar shularga. Ikkinchi o'ringa, ikkinchi o'rin ham katta narsa, finalist. Finalda o'zigacha yetib kelishi o'zi bo'lmaydi, aka. Tabriklaymiz. Unga loyiq deb topildi. Samarqanddan ular kelisha olmadi. Ularni vakili bor o'rniga Nurali. Avvaling shundoq medal bilan gрамотalarini, uchinchi o'rinni medali, diplomlari berib taqdim qilib qo'yasiz. Qancha chapga chalib qo'yinglar uchinchi o'ringa ham. Kutib oling, azamat. Azamat mana. Kutib oling. Birinchi o'rin Beton degan kuchugimiz mana. Nazarbeyni kuchugi Beton mana. Olib kel ukam, mana bu qo'y. Baxtshot kel ukam sana. Mana boyagi intervyu olgan Betonimizni mana Beton taqdirlash marosimi. Birinchi o'rinni oldi. Medalini Jasur taq. Mana medali. Birinchi o'rin mana bu diplomi Baxtshot ukam. Mana birinchi o'rinligiga. Mana bu maxsus kamarimiz 74 kilogacha bo'lgan bo'ri bosarli kamari, chempionlik kamari. Alisher aka taqing. Mensimayapti-yu bu. Taq qo'y o'zing. O'sha mensimayapti. Aha. Mana maxsus kamarlar bilan taqdirlandi. Chapga chalib qo'yinglar shu bo'ri bosarimizga. Mana birinchi o'rin muborak bo'lsin, davomiy bo'lsin ukam. Mana soat. Mana bu kuchuni ikkinchi o'rinni medali, diplomi, mana bu prizi qabul qilib olasizlar. Mana polvonni ikkinchi o'ringa polvon degan kuchugimiz ikkinchi o'rin olgan. Qani rasmga. Chapga chalib qo'yinglar. Davomiy bo'lsin. Davomiy bo'lsin. Uchinchi o'rin olgan kuchugimiz Tiger degan kuchugimiz Buxoroning kuchugi, Anvar degan do'stimizning kuchugi. Bugun Buxorodan kelish olmagan ular ham. O'shanga mana Nurali vakilimiz yetkazib qo'yadilar. Endi hamma og'ir yuklar sizga endi. Mana diplomi Tigerni, bu 3-raqamni medali yetkazib qo'yasiz egalariga. Tiger. Qancha chapga chalib qo'yinglar. 67 kilo vazngacha Lexus degan kuchugimiz chempion bo'lgan birinchi o'rin. Egalarini chaqiramiz.
kuchuni mazasi yo'q, olib kelishmagan o'shanga egalarni o'zini ham kevuringlar, kuchu mazasi yo'q bo'lsa ham deb aytdim. Mana kelishdi. Aka, chempionlik bilan birinchi o'rinda tabriklayman. Zo'r, haqiqatda lekin bu yil juda qoyillatib yutdilik siz. Mana diplomi, aka, birinchi raqamli medal. Mana bu chempionskiy kamarimiz birinchi o'ringa beriladigan. Mana ochinglarni orasini bunda. Alshir aka. Mana Lexus kuchugimizga o'sha birinchi o'rin olgan maxsus chempionlik kamari kalt mana sovg'a, o'sha anaqani chempionlarning sovg'asi mana orqada turibdi, qabul qilib olasizlar. Aka, muborak bo'lsin. Haqiqatda lekin Lexus bu yil qoyillatdi. Finalist ikkinchi o'rinda Samarqandni Bo'ri bosari. Bitta chapiya chalib qo'yinglar shunga. Mana Sirojiddin aka, tabriklayman. Mana diplomlari finalistdan bu finalga yetib kelishi o'zi bo'lmaydi. Bilasiz-ku, qancha mashaqqat anaqalar bilan chempiondan keyingisida. Mana medallari O'zingiz taqib qo'yasiz. o'zingiz taqib qo'ying endi, bu ozgina tashiydi-yu odamga. Mana bu ikkinchi o'rinni sovg'amiz, aka, muborak bo'lsin. Pitomlik Belchikdan 3-67 kiloda otini o'qib bor. 60 bo'lgan. Borzik degan kuchu 3-o'rin olgan. Ular ikkita bo'ri bosari 3-o'rin olishgan. 67 kiloda Borzik, 60 kiloda Qoplon. Ikkalasi ham Pitomlik Belchikka bo'ri bosarlari. Mana egalari kelisha olmagan bugun, vakillari bo'lsa mana yetkazib qo'yishadi. 3-o'rin. Ikkita itligisi ularni 2-o'rin olgan. Mana medallari anaqalari Vakillariga berib qo'yamiz. vakillariga berib qo'yamiz. Bu yil mana Pitomlik Pirat Muzaffar akam kela olmadilar. Juda ko'p chempionlar chiqqan. Pitomlik Piratdan mana hozir Pitomlik Piratda chempion chiqargan kuchulari. Hozir pensiyada bu kuchular, bulardan nasl olinyapti. Shularni bitta-bitta kirgizib tomosha qilishadi, ko'rasizlar shu Pitomlik Piratdan. Birinchisi olib kiringlar. Baxtiyor aka. Bu kuchu qatdan kelgan, qachon chempion bo'lgan, shu ma'lumotlarni aytib ber. Assalomu alaykum, qadrli Yaqinroq. Yaqinroq. Hop. Bu bo'ri bosarimiz Tarzan 70 kilo vaznda Ukrainada bir vaqt o'zida 2 karra chempion bo'lgan. Qozog'istonda o'tkazilgan testing sinovlarida ligasi edi. U chempionatda ham chempionlikni qo'lga kiritgan. Hozirgi kunda bu faqat nasl olish uchun boqilyapti. Naslli bo'ri bosarlarimizdan bittasi mana nasl olinayotganlardan shu. Bunda aylantirib o'tdi. Bitta chapaychaliklar shu kuchuga olib kirishdi mana. Tarzan. Bu anaqani navarasi Piratda. Olib kiringlar. Obga. Bu Koba. Bu ham O'zbekiston chempioni bo'lgan, Qozog'istondagi o'tgan liga chempioni Fazida ham chempion. Baxtiyor tanishtirib uni. Hop. Yoshi. Koba. Bom, mikrofon. Yo'q, bor. Ha, bor, bo'ldi. Bo'l, aniq qo'r. Hop, bu bo'ri bosarimiz ismi Koba, 66 kilo vazn toifasida O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'istonda o'tkazilgan testing sinovlarida Liga Aziyada ikkinchi marotaba chempionlikni qo'lga kiritgan. Bu Pirat Balkanskiyni primoy navarasi bo'ladi. Hozirgi kunda bu ham faqat nasl olish uchun boqilyapti. Nasl olinyapti, mana shu naslli bo'ri bosarlarimizdan bittasi. Bitta aylantirib, bitta chapya chalib qo'yinglar shunga ham mana. Gap yo'q. Keyingisi. Zo'r, malades. Bu bo'ri bosarimiz mana Pirat bu ham. Bu Pitomlik Piratda yangi anaqasidan kuchularidan bittasi. Bu yangi chempionatlarda mana bo'ladigan yangi chempionatlarimizda qatnashadi, super og'ir vaznda. Baxtiyor ma'lumot berib bu to'g'risida. Bu bo'ri bosarimiz Pirat hozirgi kunda yosh, endi kelayotgan 2026-2027 yilgi testing sinovlarida xudo xolisa buni sinovdan o'tkazamiz. Yaxshi o'zini isbotlab, o'zini yaxshi ko'rsatsa, bundan ham nasl olib O'zbekistonda yaxshi ko'paytiramiz. Pitomlik mana bu kamarni berasan, Malades. diplomni berasan, ham birinchi medal berasan bitta. Hozir chiqadi-yu. Kamarni anaqani. Bitta chapya chalib qo'yinglar. Shu kuchuga. Bu narsani misol uchun qimor deb o'ylaydi-da. Jasur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat sizga. Qaraqasizlar. Rahmat aka. Aka, buni laqabi nima? Laqami buni Biton.
Bu Chempion O'zbekistonda 74 kiloda hozir действующий chempion. Bu Cherkasning nevarasi, Pramoy Tarlanning o'g'lidan tushgan. Xo'p, aka bu yoshi nechida? Yoshi xudo xolasa 4 ga chiqdi buni. To'rga chiqdi. Hali yana xudo xolasa boshqa Ha. chempionatlarda Xudo ham, xolasa. Yevroasiya chempionatlarida Pitovnik железный betondan chiqaveradi yaxshi itlar xudo xolasa. Xudo Mana shuni xolasa, potomkalari, kutib ha, navara o'g'illari xudo xolasa shu arenalarda urishadi. bolalarini ham xudo xolasa bir Ha, bemalol obzor qilamiz. obzor qilib, Ha, xudo xolasa chotki. bir ko'rsatib chiqamiz. Xudo xolasa. Xolasa. Bu qattiq kuchiga aka, qayerdan keldinglar? Bu asli o'zi Qoraqalpoqdan kelgan, Nazarbekda shu Baxshat og'aynimda qo'lida tarbiyalanib, imkon qadar o'sha zo'rligiga harakat qilingan kuch bu. Aka bu misol uchun tarbiyalash deymiz aka, to'g'rimi? Tarbiyalashda nimasiga ko'proq e'tibor berish kerak aka? Tarbiyalashda shu disiplina, qarashi, o'qoti, har kunlik harakati, mehnati yotadi buni tagida. Har bir chempionni tagida mehnat yotadi. O'zidan o'zi chempion bo'lib qolmaydi, o'zidan o'zi bir narsa anaqaga chiqib qolmaydi-da. O'rtoqligi o'zidan o'zi erishiladi. Ha, shu egasini mehnati, O'ziga yarasha anaqasi, qiyinchiligi. Shuna qiyinchiligi ko'p buni. Ketida yugur, har kuni bunga o'qot qil, Ovqatini vaqtida ber. uni pitanalari, har xil o'zini ratsionlari bor. Hamma narsa shu mehnatga kelib taqaladi. Ha, Misol uchun odamlar bu narsani misol uchun qimor deb o'ylaydi-da. Yo'q, yo'q. Bu narsaga misol uchun to'g'ri qarash kerak deb o'ylayman. Chunki bu zotlar borgan sari yo'q bo'lib ketyapti. To'g'ri. Ana eskilar aytgan bizda o'sha 2013-yil, 2012-yillarda o'rtada puldan o'ynasa, ana xotin uchta taloq degan narsalar ko'p aytilgan. Bizga чисто sportivniy interes. Bizga puli ham qiziq emas buni, o'zi anaqasi ham qiziq emas. Chunki men o'ylashim bo'yicha aka bu kunlik yeyotgan go'shi, bunga ketayotgan veterinar rasxoti, dorilari bu qoplamaydi deb o'ylayman. Qimor bo'lgan taqdirda. Hammasi imkon qadar qilinadi-da. Qiziqish. Ha, qiziqishi. Qoniga. Ha, qoni toza xudo xolasa. O'sha Cherkas qon o'zi bolalari ham, nevaralar hamma zo'r chiqib kelyapti, misol uchun. Bo'lmasam aka omad tilab qolamiz. Rahmat, Xudo katta xolasa boshqa go'stka. chempionatlarda ham ko'rish, Xudo xolasa. yana chempionlar bo'lishini tilab qolamiz aka. Hammaning chempion bo'lsin. Kuzatib boringlar. Hali bundan ham qiziq joylarni qo'yamiz. Nosirxo'ja aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli. Tashkilotchilar aka, charchamadinglarmi? Aka, bu laqabi nima? Bu Bo'ron. Laqabi Bo'ron. Necha kilo chempion bo'ldi? Shu super tejdi. 74 plus. Ha, xolos. Aka, buni kelib chiqish zoti nima? Uni kelib chiqish zoti otasi Oqtosh General JB'ning nevarasi, Imridin General JB'ga Imridin bo'lgan. Onasi Muzobagam berganlar. Tro'xkratniy chempion Kalmikani anaqasi bor, xalq bor. Tro'xkratniy chempion, o'shani nevarasidan tushgan. Xo'p, aka, bu hozir yoshi nechida? Bu xudo xolisi noyabrda 4 yosh bo'ladi. Hali yosh ekan. Xudo xolasi keyingi chempionatlarda, Yevroasiya chempionatlarida xudo xolasi ko'rish nasib qilsin aka. Buni aka hozirgi paytda ko'pchilik o'ylaydi. Boy akamga ham savol berdim. Jasur akaga. Qimor deb o'ylaydi aka ko'pchilik. Ya. Shu narsaga qarashingiz qanaqa aka? Bizni qimorga qarshi hobbida endi bu. Bizda unaqa qiziqish. Buni chunki kunlik ratsioni, misol transferlariga qancha vaqtingiz ketadi aka? Bu yo'qni endi ukamiz o'zi boqadi, shu o'zi biladi buni. Ancha mehnat yotibdi. Ancha mehnat yotibdi. Chempion bo'lish ham oson emas. Shunaqa. Xudo xolasa aka keyingi chempionatlarda ko'rishamiz. Rahmat. Charchamaylik. Qadrli obunachilar, shu bugungi taqdirlash marosimi bahonasida Baxtiyor bilan ko'rishib qoldik. Juda xursand bo'ldim, to'g'risi. Baxtiyor hozirgi paytda pitomnik prinsesi Do'ron akamning ishlarini davom ettirayotgan bola bo'ladi. Polni kuchlariga qarab, mehr berib. Baxtiyor bu o'sha pitomnik piratda Loki laqabli kuchugi, to'g'rimi? Xo'p, buni nima liniyasi nima? Bu kelib chiqishi Belly Xodaga borib taqaladi. Testing sinovlarida juda ham yaxshi ishtirok etgan. Boya ham aytdim, yana qaytarib aytamiz. Hozirgi kunda bu pensiyada. Bundan faqat nasl olinyapti. Seleksiya. Xo'p, ko'pchilikdan shunaqa savol tushadi. Bo'ri bosarlarni nima maqsadda boqasizlar? Bo'ri bosar deganda
odamlarda shunaqa tushuncha bo'lib qolganki, okey, qimor. Yo'q, bu qimor emas, bu sportniy interes, bu ham bir sport. Har bir narsaga inson qarayotgan ko'ziga bog'liq. Buni qimor deb qarash noto'g'ri. Biz bunga sport deb qaraymiz. Chunki buni ustida ishlaymiz, buni trenirovkasi bor, har 3 oyda litseniyasi bor. Bulardan yaxshi zotni chiqarishimizdan maqsad bizda O'zbekistonda qir adirli tog'li joylarimiz ko'p. Bo'rilar ko'p. O'sha maqsadda bu qo'ylarni qo'riqlash uchun foydalaniladi. Bularni biz testing sinovdan o'tkazmasak, bularni sinovdan tekshirmasak, toqqa olib chiqib 2000-3000 talab qo'ylarni qo'riqlatishimiz noto'g'ri bo'lib qoladi. Uyga qo'riqlaydigan oddiy Kuchi bo'lib qoladi. Bo'rida shunaqa xarakter borki, hech qachon bitta qo'yni bo'g'izladimi to'xtab qolmaydi. Ketma-ket. 2 dona bo'ri butun boshli podani qirib tashlashgacha boraveradi. Ularga bitta bo'ri o'sha bitta qo'yni ovladi bo'ldi emas, to'xtab qolmaydi. Shunaqa vaziyatda biz ham mana shu sinovlardan o'tkazgan bo'ri bosarlarimiz cho'ponimizni hamda o'sha birgalikda xo'radagi qo'ylarni qo'riqlaydi. Shu maqsadda bularni ko'paytirib, bularni ustida ishlab seleksiya qilamiz. O'zbekistonga cho'ponlarga shularni bolalaridan nasl berib, O'zbekistonda shu bo'ri bosarlarimiz ko'payish tarafdorimiz. Xudo xolasa bu bo'ri bosarlar hali O'zbekistondan kelib, boshqa davlatlardan kelib bizdan olib ketishligini xohlaymiz. Biz hozirgi paytda bu bo'ri bosarlarning zoti ko'pi tashqariga chiqib ketgan. O'shani hisobiga biz borib olib kelyapmiz. Lekin juda katta yaxshi zotlar o'zi bizda ham bor. Shu borada qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Eskidan agar bo'ri bosarlarning tarixini o'rganib chiqadigan bo'lsak, tarixdan yaxshi qon bo'ri bosarlar O'rta Osiyoda bo'lgan. Shu SSR mahalda bo'ri bosarlarni tekshirish maqsadida deb olib chiqib ketilgan. Shu sababda O'zbekistonning bo'ri bosarlari ancha suslashib qolgan. Mana bir necha yillar davomida buni ustida ishlab, yildan yilga harakat qilganimiz tufayli mana Xudo xolasa bo'ri bosarlarimiz yaxshi rezultat ko'rsatishni boshladi. Ey Lokki. Mana shu Lokki ham hozir o'sha pensiyadaligini bilib maza qilib yotibdi-da, arenani kirib olib. Ay krasavchik. Baxtiyor bo'lmasam, shu cho'ponlarga berish jarayonlarini ham videolar qilib, bolalarini obzor qilib olib chiqib, Xudo xolasa hammaga xalqqa ko'rsatib. Hozir bu erkak kuchuklarimiz, qiz kuchuklarimiz ham bor. Ularni ham Xudo xolasa borib obzor qilib, chiroyli qilib videolar qilamiz. Finalistlarini 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olgan bo'ri bosarlarimizni taqdirladi. Musobaqamiz ham mana bu yilgi musobaqamiz nihoyasiga yetdi. Hamma bizani kuzatib, bizani qo'llab-quvvatlaganlarga juda katta rahmat. Yonimizda turib, baravar biz bilan birga shu harakat qilib yurgan organizatorlar bormi, vakillar bormi, oqsoqollar bormi, hammasi mana hammasiga katta rahmat. Endi yangi sezonda Xudo xolasa ko'rishamiz. Chempionatimizni, bu yilgi chempionatimizni bo'ldi, tugadi. Finalni Xudo xolasa yakunlaymiz. Final bo'ldi. Endi savollar bo'lsa, misol uchun bizga organizatorlarga mana savollar bo'lsa beringlar, javob beringlar. Mana shu bo'ri bosar va cho'ponlarning zotini saqlab qolish bo'yicha misol uchun nima to'sqinliklar bo'lyapti hozir? Endi bizda asosiy to'sqinlik xalq noto'g'ri fikrdada, mana bo'ri bosar test sinovlarini ko'pchilik qimor o'ynashadi deb o'ylaydi-da. Bu narsada qimor degan narsa yo'q umuman. Oldin ota-bobolarimiz ham bu narsaga qarshi bo'lishgan, test sinovlarini o'tkazmasa bo'lmaydi-da. Chunki bo'ri bosarlarni ishlash qobiliyati, рабочий качество deydi-yu. O'shani tekshirishda bizda qanaqa qobiliyat, o'sha oddiy bo'ri bosarlar misol uchun yovvoyi hayvonlarga bormaydi-da. Test sinovlaridan o'tgan bo'ri bosarlar boradi, mana bo'riga ham, boshqasiga ham. O'shaning uchun test sinovlarini qilamiz. Bizda endi shunaqa sharoit yo'qki, tog'da sharoit bo'ri bilan olib kelib, bo'riga bo'ri bosarlar qo'yib sinab olsa. Unaqa sharoitlar yo'q. Shuning uchun biz test sinovlarini o'tkazishga majbur bo'lamiz. Bularni sinab. Endi bu degani test sinovida ko'pchilik noto'g'ri tushunadi-da. Bular itlarni bir-biriga urushtiradi. Bular yaxshi odam emas, qimor o'ynaydi deyshadi. Noto'g'ri fikrda-da xalq. Biz mana bo'ri bosarlarni chiqarishdan maqsad mana shu yaxshi naslli O'zbekiston o'zimizning bo'ri bosarlarimizning naslini ko'paytirishda. O'sha toza qonli bo'ri bosarlarni chiqarish.
o'shalardan zotlarni, nasllarni olish. Keyin test sinovlari o'tkazib, biz misol uchun veterinarniy vrach bo'ladi, sudyalarimiz bo'ladi, hamma qonun qoidasi bor. Mana qana musobaqani o'tkazishni ham hamma qonun qoidalar, reglament bo'yicha o'tkazamiz. Birinchi bu bo'ri bosarlarni musobaqaga qo'yishdan oldin komissiyamiz bor. Komissiya o'tirib, har bitta bo'ri bosarni kuzatib, bunda ko'rib, hech qanaqa begona qon aralashmaganmi bularga, gibrid emasmi, shularni anaqadan ko'rikdan o'tkazishadi-da, keyin o'sha musobaqaga qo'yiladi, loyiq deb topilsa. Qonida chatishgan bo'lsa, u musobaqaga qo'yilmaydi. Faqat toza qon bo'ri. Toza qonli bo'ri bosarlar qo'yiladi musobaqaga. Odamlar o'ylaydi, misol uchun shu jang jarayonida bo'ri bosarlarni, shu testing sinovlarida boshqa zot itlarda misol uchun ko'rishganda videolarda oxir o'lguncha urishtirishadi, yo boshqa bo'ladi. Shunga o'xshagan holatlar yo'q, unaqa bo'ri bosarda unaqa narsa yo'q. Bo'ri bosar shunaqangi zotki o'zi bildiradi. Mana test sinovlari jarayonida misol uchun kuch kelmayotgan bo'ri bosar tishini ko'rsatadi, o'zi bo'ldi, yutqizayotganini bildiradi-da, menga tegmagin degan o'zi endi sudyalarimiz bor, o'sha reglament bo'yicha qonun qoidalari, zamechaniyalari bor. O'sha bo'yicha baho berib ajratishadi. Mana bo'ri bosar yutqizayotgan bo'lsa, tishini ko'rsatadi, tishini ko'rsatib taqillatib uradi, bo'ldi, tegma menga deb. 3 marta ursa, bo'ldi, поражение yutqizuv beriladi. Keyin jangga tashab qochib ketadigani bo'ladi. Keyin kaltaga o'tib ketib qolsa, qattiqroq ovoz berib yuboradi. Srazi ajratiladi. Unaqa oxirgacha urishtirib, keyin texnik поражение bor. Venasi, misol uchun ozgina venasi ochilib ketib, qon ketyaptimi, o'sha bo'ldi, to'xtatamiz, to'xtanglar, bo'ldi, texnik поражение deb ajratib beramiz. Shu o'tkazishdan maqsad test sinovlarini unaqa vahshiylik emas bizda. Mana shu ishlash qobiliyatini tekshirishda, keyin shulardan o'sha nasl olamiz, ajratilgan bo'ri bosarlardan. Seleksiya qilamiz-da. Asosiy maqsad o'zi seleksiya. Endi seleksiya qilishga sinovlardan o'tgan bo'ri bosar bor. Mana ancha yillik tajribasi bor. Nurali do'stimizning Navoiyning vakili, bunga ham so'z beraylik. Bu ham o'zi ancha opiti bor. Bu bolani ham o'zini ham pitomniklari bor, 50 dan oshiq itlari bor. O'zi ham mana shu seleksiya bilan shug'ullanadi. Chempion chiqargan, 2 karra chempion, Qoplon degan chempioni bo'lgan bu bolani ham. Yengil vaznda 2 karra chempion, Qoplonning egasi. Mana Nurali, siz ham bir o'zingizni fikringizni mana anaqani bildiring. Yaqinroq olasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yaqinroq olasiz. Bu jamiyatimizda testing sinovlarini o'tkazish mana narsalarni aytib o'ylaysiz aka. Nima deydi? Mana eshitilar ekan. Ha. Bu narsalar hech qanaqa qimor emas. Hech qanaqa qimorbozlik unaqa narsa emas. Bu prosta ertaga kelajak avlodga yetkazib berish toza qonli itlarni. O'zimizning o'zbek bo'ri bosarlari. O'zbek bo'ri bosar zotini nima deydi? Kelajak avlodga yetkazib berish. Xo'p, keyin aka yana bitta savol, misol uchun mana yutqizdi deylik, поражение bo'ldi yoki tishqoqda ovoz berdi. Bu holatda keyingi yil yana ishtirok eta oladimi? Ishtirok eta oladi. Keyingi yilga, keyingi sezon. Keyingi yilga yana ishtirok eta oladi. Misol uchun qaysi holatda u boshqa ishtirok keyingi yilga ishtirok eta oladi. Mana misol uchun kuchuk bitta tullab chiqqandan keyin o'sha esidan chiqaradi. Faqat bitta bo'ri bosar. Mana do'rani tashab ketgan bo'ri bosar bor-ku, bizani reglamentga ham to'g'ri kelmaydi. Mana o'ynab turib, urushib turib yutib turgan bo'ri bosarlarimiz ham borda, shunda do'rani tashiydi, ketib yoradi. U umuman bizning reglamentga ham to'g'ri kelmaydi. Unaqa bo'ri bosarlardan biz nasl ham olmaymiz, bizning reglamentga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki mana ko'pchilik aytadi, tish qoqib haydayapti, shuning uchun yurib ketyapti bu deydi. Bo'ri bilan tabiat qo'ynida bo'ri hujum qilib qolsa, kelayotganda har doim irjayib keladi. Bo'ri to'g'ri kelmaydi. Bo'ri tishini ko'rsatib keladi. U tishdan o'sha ketadigan bo'ri bosar bo'lsa, o'sha bo'ldi. Cho'ponni hamma qo'ylarini yeb ketadi bo'rilar. Bunaqa tishdan qaytadigan bo'ri bosar bizning reglamentga ham umuman to'g'ri kelmaydi. Chunki bo'ri faqat tish bilan keladi. Irjayib, lunjini shimarib, tishini ko'rsatib keladi. Test sinovlarida ham xuddi shunaqa. Tishini misol uchun sal kuch kelmayotgan bo'ri bosar, sal bitta tish ko'rsatsa, 3 tasi поражение beriladi. Bitta ko'rsatganda mana tashab ketib yorsa, do'rani tashab ketgani uchun bunga o'sha yutqizuv beriladi. Reglamentda bor bu narsa. Hamma o'shani to'g'ri tushunishi kerak. Yana savollaringiz bormi? Savollarimiz hozircha endi uni
odamlarni misol shu kuzatayotganlarni savollari bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirishsa, mana kelgan hammaga javob Alisher beramiz. akam Toshkent viloyatini vakili, bizani oqsoqollarimiz, organizatorlardan bittasi. Bular ham mana ikki og'iz gapirsinlar, mana shu Parkent tumanida bular juda Ko'pkari bo'yicha menimcha juda yo'q, Ko'pkarida ham bular o'sha Toshkent viloyatida raislar, Ko'pkari bo'yicha ham. Jamiyatini ham asosiy vakillaridan bittasi. Oqsoqollardan ham bittasi. Mana o'sha soqollari ham o'sha oqarib qolgan. Siz ham endi chempionlar chiqargansiz, tajribangiz bor. Mana seleksiya bo'yicha ham siz ham endi ikki og'iz gapiring. Hatto qo'shilaman deb qo'ying. Assalomu alaykum. Qancha gapni hamma gapga qo'shilaman. Mana shu ko'rgan to'g'ri gapirdi. Faqat bizlarni bunaqamizda bo'ra bosar alabay kuchlilar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qo'ychivorlarimizga bersak, qo'ylarini qo'rg'ilgan kuchlilarga yetkazsa yaxshi bo'ladi hammasiga. Mana Baxtiyor do'stimiz ham mana chempion chiqargan. Undoki Baxtiyor Argut degan o'tgan yili chempion chiqardi. Buni ham mana o'zini pitomligi bor. Naslchilik bo'yicha ham, seleksiya bo'yicha ham juda katta ishlar qiladi. Yaxshi bo'ri bosarlar chiqaradi mana do'st. Bunaqa insonlar, bo'ri bosarga qiziqadigan insonlar juda ko'p O'zbekistonda. Endi buni to'g'ri qabul qilish kerak, to'g'ri tushunish kerak. Bizani niyatimiz to'g'ri. U hech qanaqa yomon niyat, qumor, yana vahshiylik unaqa narsa yo'q. Mana shu o'zbek bo'ri bosarini biz dunyoga tanitmoqchimiz-da. O'zimizning o'zbek bo'ri bosarlarimizni oldindan bo'lib kelgan. Mana Qozog'istonda ham o'zini Tazitobet bo'ri bosar bor, Turkmaniston allabaylari bor, mana Rossiya, Kavkazlarda Kavkazskiy Volkodав, mana Kavkaz bo'ri bosarlari, Tojikistonda o'zini bo'ri bosari bor. O'zbekistonda o'zimizning bo'ri bosarlarimiz. Bizdan oldin juda ko'p zo'r chempionlar chiqqan. Endi musobaqalarni taqiqlab qo'yishgani uchun ko'pchilik ko'p bo'ri bosarlarini chetga sotib yuborganda, chetga chiqib ketgan. Keyin ular u yoqqa chiqqandan keyin sotib olib, u yoqda rezultat ko'rsatgandan keyin bizani zotimizda, bizani bo'ri bosarlarimizda deganlar ham bo'lgan. Yo'q emas bunaqalarda ko'rganmiz. O'shaning uchun bizani maqsadimiz mana shu o'zimizning o'zbek bo'ri bosarlarini nomini yana boshqatdan chiqarib, dunyoga o'zbek bo'ri bosarlarining nomini tanitishdi. Shu asosiy maqsadimiz. Shulardan nasl olish. Hammalarning e'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa shu ukamizga aytsanglar, bizga yetkazib qo'yadi. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bizani hamma qilayotgan ishlarimizni qonun doirasida, ichki ishlarga ham mana anaqadan tadbir o'tkazishimizda ham oldindan xabardor qilib xat beramiz. Adliya vazirligi tomonidan anaqada ruxsatnomalar berilgan bizga. Qonun doirasida ish qilamiz. Qonundan tashqari ish qilmaymiz. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Ko'pkariga chempionatimizni ham mana yopuv deymiz, tugatildi. Yangi chempionatlarda nasib bo'lsa ko'rishlar nasib qilsin. Shu chempionatimizdan ham mana shu O'rta Osiyo bo'ri bosarlarining testing sinovlarini shu Ko'pkari milliy o'yinlariga qaragandagi qarab o'tkazish tarafdorimiz. Shunaqa. Bu ham bir bekordan bekorga O'rta Osiyo bo'ri bosari yoki misol uchun bo'ri bosar bitta O'rta Osiyoda emas, aytganlaridek Kavkazda, misol uchun ko'p davlatlarda bor, lekin bu zotni kelib chiqishi baribir shu O'rta Osiyo deb bilaman, meni tushuncham. Shu chempionatlarni ochuvchasiga o'tkazib, mana shu odamlar bemalol kelib, ko'rib, tomosha qilib, qaysidir ma'noda zavqlanib ko'rishini tarafdorimiz. Hammalarga rahmat. E'tiboringizga, sizlarga ham rahmat. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling.